اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz o'quvchilar, o'tgan takrorlarimizda Allohdan qattiq duo qilgandik bu takrimimiz davomiy bo'lishini va videoni oxirida aytgandikki, bu boshlanishi degandik. Allohning fazli bilan yana ishlaringizda ikkita o'quvchimiz Qur'onni to'liq yodladilar. Shu o'quvchilarimizga hozir takrim uyushtirdik. Qo'limizdan kelgancha ularga shahodatnomalarini va o'zlariga xos hadyalarni taqdim etamiz. Bu o'quvchilarimizni bu darajaga yetishishda albatta ota-onalarni avvalgi darsliklarimizda ham aytganmiz, ustozlarimizni va bularning o'zlarini qattiq xizmatlari bilan bo'lyapti va harakatlari, g'ayratlari. Hozir madrasamizda ichki ishlarini aktiv faol olib boradigan ustozimiz ustoz Abdulkarim qoriga so'z navbatini beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Aziz birodarlar va aziz o'quvchilar, mana bugun biz Allohning fazli bilan madrasamizda o'quvchilardan ikki o'quvchimiz Qur'oni Karimni bitirganligi munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Va bunga ko'p hamdlar aytamiz. Alloh taolo aytadiki: "Summa awrasna al-kitaba allazina istafayna min ibadina." So'ngra biz mana bu kitobni bandalarimiz ichidan tanlab olgan kishilarga meros qildik dedi. Alloh taolo o'zini nozil qilgan ushbu kitobini, mo'jiza kitobini har kimga ham nasib qilmas ekan. Buni albatta Qur'on o'qiganki, uni Qur'on o'qitganki yoki u farzandini qori qilganki, har bir inson buni yaxshi his qiladi. Albatta bu narsalar insonlarda va ummat ichida eng yaxshisi, eng sharafli bo'lishligiga bu Qur'on sababchi bo'lgan bir muqaddas kitobdir. Subhanaka Allohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Mashallah ustoz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh bu qilgan xizmatlaringizni qabul qilib, xizmatlaringizni davom etsin. Hozir Qur'onni tugatgan o'quvchilarimizdan biri o'quvchimiz Abdulloh qorini chaqiramiz. Abdulloh qori bizga hozir Qur'on o'qib beradi. Keling Abdulloh qori. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Mashallah. Alloh sizning ilmingizni ziyoda qilsin. Va Qur'onni 10 ta katta kichik qirotdan ijozat olib xizmat qilishlikka Alloh o'zi tavfiq bersin. Keyingi o'quvchimiz Abduvali Abudijona keling. سفراء الذكر يا أبنانا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبنانا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واسدل به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واسدل به دوما يديك.
أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه وألبس والديك. Maşallah aleyk, maşallah. Allah iftah aleyk, barakallahu fik. Maşallah. O'quvchilarimizdan keyingisi Abduvali, keling. Abduvali da'vat qiladilar, maşallah. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Biz nima uchun Qur'on o'qiymiz? Alloh taolo bizga Qur'on o'qishni buyurgan uchun Qur'on o'qiymiz. Alloh taolo aytadi: "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Biz Qur'ondan oson bo'lganini o'qinglar. Muzammil surasi 20-oyat. Alloh taolo bandalarini qiynamaydi. Kimdir kasal, kimdir safarda, yana kimdir diniy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Shuning uchun ham har kim o'ziga oson bo'lganini o'qish lozim bo'ladi. Asosiysi ko'p o'qish shart emas. Kam bo'lsa ham doimiy bo'lishi muhim. Haqiqatan maşallah, maşallah. Allah davom etsin. Siz ham da'vatlaringizni va olayotgan ilmlaringizni. Hozir bu ikkita o'quvchimizni nimalarini, shahodatnomalarini va hadyalarini bularga taqdim etamiz. Birinchi o'quvchimiz Qur'onni yodlab tugatgan o'quvchilarimizdan birisi Abdulloh Abrorga shahodatnomasini va ikkinchi sovg'asini hadya qilamiz, taqdim etamiz. Keling Abdulloh, maşallah. Keling. Sizga shahodatnoma Umar ibn Abdulaziz madrasasi nomidan bu motorli kalita. Motor qayerda turibdi? Skuter motor madrasada turibdi, bilasizlar. Borganimizda madrasadan motor olasiz inshaalloh. O'ting. Qur'onni to'liq yodlab tugatgan o'quvchimiz ikkinchisi Muhammad Sodiq, keling. Maşallah, maşallah. Maşallah. Assalomu alaykum. Alloh razı olsun. Bu shahodatnoma sizga. Aziz o'quvchilar, ko'rib turibsizlar, Alloh subhanahu va taolo bu ishlaringizdan chiqayotgan qonlarni davom qilyapti. Bu quvonch faqat sizlarning quvonchlaringiz emas, ustozlaringiz va ota-onalaringiz jamiki bizni kuzatib turgan, biz haqimizga duo qilib turgan va bizga har tomonlama yordam berib turgan birodarlarimizni haqlariga ham bizga duo qilganlardek, shu paytlarda biz ularning haqlariga ham duo qilib va Allohdan so'raymizki, hammamiz qilayotgan xizmatlarimizni davomiy va kelajakda o'zini diniga xizmat qiladigan haqiqiy rijollardan, olimlardan, allomalardan qilishini. Va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.